Bolalar maslagiga hozir ozgincha miyanglarni qotiraman. Mana shu mashinani ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Hammanglar olgili keladi mana shunaqa mashinani. Lekin mana shu inson sizlarning problemanglarga havas qiladi. Menda $500 problemam bor. Voy, menda $500 problema bo'lsa edi deydi mana shu odam. Ishoninglar. Mana bunaqa narsa-da bolalar. Sizlar mehnat qilyapsizlar, men O'zbekistondan qochishim kerak deyapsizlar. Где родился, там и пригодился degan gap bor o'rislarda. Qayerda tug'ilgan bo'lsang, o'sha yerda keraksan degani. Agar kimdir sizlarning ishingizga nimadir gapirayotgan bo'lsa yoki hayotingizdan noto'g'ri yo'lga yurg'izayotgan bo'lsa, qo'yib qo'yish kerak. Bu prosta ishinglarni davom ettirib qilaveringlar. Bir kun emas bir kun keladi o'sha. Rizq, nasibat keladi o'sha. Bir kun emas bir kun. Chunki Xudo xohlamaydi mana bandam butun umr kambag'al bo'lib yashasin degan gap yo'q. Odam o'ziga bog'liq. Agar mehnat qilsa barakasini beradi. Prosta tak o'tirsanglar munda tushib qoladi degan narsa u hech qachon bo'lmaydi. Mehnatni boshlasanglar, namoz o'qib, duo qilayotgan bo'lsanglar, Xudodan so'rab beradi. Nimaga? Beryapti-yu. Siz ham mehnatni boshlasangiz, yo turmasangiz beradi. O'shaning uchun bolalar prosta hamma gapirayotgan odamlarga prosta bundoq ko'zingizni yumas, o'zingizni maqsadingizga qarab bosasiz. Bir kun mana shunaqa mashina garajingizda turadi. Bosinglar.